Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bugun men sizlarga olchadan jem tayyorlab ko'rsataman. Bu jem juda ham mazali bo'ladi. Quyuqqina bo'ladi, ranglari ham chiroyli bo'ladi. Bu jemni bulochkalarni ichiga solishga, piroglar tayyorlashga va oddiygina non bilan yeyishga ham ishlatsa bo'ladi. Bu jem oqib ketmaydi. Xona haroratida turganda ham suyuq bo'lib qolmaydi. Siz olcha o'rnida olchaning shpanka sortini yoki gilosdan jem tayyorlasangiz bo'ladi. Jemga men kamroq shakar solaman. Nordonroq bo'lishi uchun shirin xohlaydiganlar ko'proq shakar solishingiz mumkin. To'liq retseptni opisaniyada qoldiraman. Olchani danagidan ajratib olamiz. Hamma danaklarni ajratib olamiz. Bitta ham danaga qolmasligi kerak. Men danagidan ajratilgan olchalarni pishiradigan qozonga soldim. Agar qozoningiz qiriladigan bo'lsa, boshqa bir tog'orada yoki idishda blenderdan chiqarib olishingiz mumkin. Olcha ustiga shakar solamiz. Men sal shakarini kamroq solaman, nordonroq ta'm bo'lishi uchun. To'liq retseptni opisaniyada yozib qoldiraman. Men 14 kilo olchadan jem tayyorlayman. Siz o'zingizga xohishingizga qarab ko'paytirib, kamaytirishingiz mumkin. Shakarni ham shunga qarab solasiz. Shakar bilan danaga olingan olchani yaxshilab aralashtirib, blenderda chiqarib olamiz. Bir tekisdagi massa hosil qilamiz. Agar blender bo'lmasa, olchani 3-4 marotaba mesorubkadan chiqarib olsak bo'ladi. Shunda olchalar yaxshi ezilib, yanchiladi. Blenderingiz yoki mesorubkangiz buzilib qolmasligi uchun albatta olchalarni hamma danagini ajratib oling. Bitta ham danak qo'shilib qolsa, tishlariga yoki mesorubkaga tishlariga tiqilib buzilib qolishi mumkin. Men ishni tezroq bajarish uchun bir vaqtni o'zida ikkita blenderdan foydalandim. Shu tarzda hamma olchalarni yanchib olganimizdan keyin pishiradigan qozonimizga solamiz. Blenderdan chiqarilgan olchalarni taxminan 1 litrini boshqa bir kichkina qozonchaga solamiz. Endi bu jem uchun bizga agar kerak bo'ladi. Men danaga olingandan keyin o'lchanganda 14 kilo chiqqan olchaga 140 gram agar soldim. Agarni yaxshilab aralashtiramiz venchik yordamida qumoq bo'lib qolmasligi uchun va 10-15 minutga qoldiramiz. Ana shu tarzda quyuqqina bo'ladi. Jem agarni sifati yaxshi bo'lsa, qozonchadagi olcha quyuqlashadi. Ana bizda ham quyuqlashdi. Blenderdan chiqarilgan olchalarni baland olovga qo'yamiz, gazga qo'yamiz. Baland olovga qaynashi uchun qo'yamiz. Qaynash jarayonida ustiga ajralib chiqqan ko'piklarni terib olamiz. Jemimiz qaynab chiqqanidan keyin 5 minut qaynatamiz. Bu orada ko'piklarni terib turamiz. 5 minut qaynaganidan keyin olovni sal pasaytiramiz va qozonchadagi agar qo'shilgan jemni olovga qo'yamiz. Olovga qo'yib, salgina quyilishini kutamiz. Aralashtirib turamiz bu orada. Sal quyilganidan keyin qaynab turgan jemga solib aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Agar solingan jem qumoq bo'lib qolmasligi uchun aralashtirib turamiz. Iloji boricha venchik yordamida aralashtirsa ham bo'ladi. Jemda qumoqlar bo'lmasligi uchun agarli massani oz-ozdan solib aralashtiramiz. Jemimiz qaynashdan to'xtaydi. Jemni yana baland olovda qaynatamiz. Qaynab chiqqanidan keyin 5 minut qaynatamiz. Bu orada hamma bankalarni va krishkalarini
sterillab tayyorlab olishimiz kerak. Jem juda ham tez tayyor bo'ladi. Qaynab chiqqandan keyin 5 minut qaynatyapmiz yana. Qaynash jarayonida bo'lgan ko'piklarni ham terib olamiz ustidan hammasini. 5 minut qaynaganidan keyin olovni o'chiramiz va jemni qaynoqligida sterillangan bankalarga solib, qopqog'ini qattiq qilib yopamiz. Olchali jemimiz qaynoqligida suyuq bo'ladi. Sovigandan keyin quyiladi. Xona haroratida bo'lgandan keyin o'zi quyuqlashib qoladi. Xolodilnikka qo'yish shart emas. Bu jemni xona haroratida saqlasak ham suyulib ketmaydi. Agar-agarni jelatindan farqi shundaki, jelatin xona haroratida yumshab, eriy boshlaydi. Agar bundan farqli bo'lib, xona haroratida ham o'zini formasini saqlab qoladi. Agar tabiiy o'simlikdan tayyorlangan bo'lib, umuman bezarar bo'ladi. 14 kilo tozalangan olcha va 7 kilogramm shakardan ana shuncha jem tayyor bo'ldi. Jemni ranglari o'zgarmaydi. Kamerada ranglari to'qroq ko'rinyapti. Aslida olcha o'zini rangini saqlab qoladi. Rangi o'zgarmaydi. Ana to'lmagan bankamizni teskari qilib ko'rsatyapman. Suyulib qolmagan, quyuqqina jem bo'ladi. Agar jemni quyultiradi, lekin jelatinga o'xshab, jemni rezinkaga o'xshatib qo'ymaydi. Bu tarzda tayyorlanadigan jemdan siz ham tayyorlab ko'ring. Sizlarga albatta yoqadi degan umiddaman. Videom sizga yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying. Videom tagida o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Kanalimga a'zo bo'ling. Keyingi videolarimda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.